Barchaga salom. Bugun sizlar bilan zebrali keks tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 4 ta tuxum. 4 ta tuxumga 1 stakan shakar solib, yaxshilab ko'pirtirib aralashtiramiz. Oqmasligi kelgungacha va 1 stakan kefir solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 1 stakan yog' solamiz va yaxshilab mikser qilamiz. Keyin 2,5 stakan un solamiz. Va so'ngra uni ham yaxshilab quyuq massaga kelgungacha aralashtirib olamiz va razliq litr solamiz. Razliq litr solganimizdan keyin ketidan vanilin solamiz, bir pachka. Uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ngra ikkinchi tovoqqa bo'lib olamiz ozgina massasini, chunki unga kakao solamiz, ya'ni zebrali qoravoq bo'lishi uchun. Shu joyda ozroq e'tiborliroq bo'lasiz. Bittasiga un yana ozroq solinadi, massasi bir xil bo'lishi uchun va keyin qo'shma-qo'shiq birma-ketin qolipimizga quyib olamiz, xuddi videodagidek. So'ngra zvochiska bilan xuddi shunaqa ko'l shaklida bezak berib olamiz. Va duxovkada 180 gradusda 30 minut pishirib olamiz. Ko'rinishi ja o'xshamasa-da, lekin ta'mi juda ham mazali chiqadi. Va choka krem olamiz, uni o'rtasini kesib, surtib olamiz yaxshilab. Ustiga ham xuddi shunaqa choka krem surtib olamiz va ustini xohishga qarab bezatsangiz bo'ladi. Men banandan foydalandim. Keksimiz tayyor.